dunyo biz uchun yaralgan. Bu dunyo ekinzor, ekib olib ketib qolishlik kerak. Dunyoga devorga yopishtirib kerak emas topganimiz. Alloh taolaga sano aytdi. At-tahiyyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Mana tahiyyamizni tarixini bilib olaylik. Tahiyyat, salovat salomlar Allohgadir, Alloh taologa xosdir dedi Payg'ambarimiz. Alloh azza va jalla javob berdi. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz salom aytdi Allohga, salovat aytdi, tasbih aytdi. Alloh azza va jalla javob qaytardi. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Ey Allohning nabiysi, sizga Allohning rahmati, barakoti bo'lsin dedi. Payg'ambarimiz assalomu alayna va ala ali ibadillahi solihin. Bizga salom bo'lsin va Allohning solih bandalariga ham salom bo'lsin. Ya'ni mening ummatimga ham salom bo'lsin deyapti. O'zi berib qolmayapti, bizga ham jo'natyapti birodarlar. At-tahiyyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat. Payg'ambarimiz aytayapti. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va